Aha. Ke, Sarvarbek, endi mani oldimga qaytib kel. Mani oldimga qaytib kel. Ha. Ataksik spastik tipdagi yurish, ya'ni bu yerda spastik tipda bo'lganligi uchun ham reflekslarini juda ham yuqori ekanligini ko'ramiz. Ikki taraflama oyoqdagi reflekslarning ortganligi, hatto qo'ldagi reflekslarning ham xuddi shu tarzda bo'lganligi. Bundan tashqari, oyoq panjasini Friedrix oyoq panjasi tipida rivojlanishda davom etayotgan ekanligi, oyoqlarining ingichka ekanligi. Qo'llarimizga qaraydigan bo'lsak, qo'llarimizni yuzasida mana shunday yorilishlarning bo'lishi va qo'l kafti qismining ko'p terlashi. Qo'lingni cho'z. Aha, bunaqa qilamiz va mana bundoq. Qani, burun uchini ko'rsatamiz. Endi bunisi bilan ko'rsatamiz. Endi ko'zni yumib burun uchini ko'rsataylikchi. Aha, endi bunisi bilan. Mana shunday holatda miyachaning belgilarining bo'lishi va yaqinroq kelsangiz ko'rsatamiz. Mana bu yerda ko'zlarning ichidagi qon tomirlarining bo'lishi, buni otini teleangektaziya deymiz. Mana shu holatda bo'lishi. Nutqchi ancha yaxshi bo'ldi, lekin baribir gapirayotganimizda o'zida seziladi, ya'ni skandirlashgan nutq. So'zlarini biroz chaynab yuborish. Dimoq bilan gapirish, gnusavis deymiz, shu narsani bo'lishi. Siz er-xotin qarindoshsiz, afsuski. Shunday holatning bo'lishi bizda oldin aytganimizdek sindrom Luis-Bar bo'lish ehtimoli bu yerda juda ham katta va keyingi belgimiz bu yerda spinocerebellar ataksiya bilan qiyosiy tashxis qilishimiz kerak va bizga buni oxiriga nuqta qo'yib beradi albatta DNK. Lekin uning uchun bolani holatidan kelib chiqib, bolani vaziyatidan kelib chiqib lecheniya yozib berishimiz uchun bizga ba'zi bir biokimiya qon analizlari kerak bo'ladi. Ular ko'p emas, bir nechtagina. O'shanga qarab men sizga holatidan kelib chiqib lecheniyasini albatta yozib beraman. Lekin baribir bizning ishimizni DNK tugatib beradi.